1,5 yil oldin qo'yilgan SG Energy'ning obyektidamiz. Botga bitta zdaniya qurishni bu yerga qo'yib berdik. Bu yerga maksimalniy qilib 40 kW ob'emda qo'yib berganmiz 1,5 yil oldin. Panellarimizni Jinko brendiga tegishli N-Type A klassdagi 585 vatli panellar qo'yilgan. Bu aytib o'taman 1,5 yil oldin qo'yilgan. U paytda eng maksimalnisi 585 bo'lgan edi. Metal konstruksiyamiz cho'rniy metaldan qilingandi, kraskalangandi. Mana ko'rishingiz mumkin, 1,5 yil davomida unaqa zanglamagan. Hammasi yaxshi turibdi. Hamda GoProdan o'tkazgan 1/6 kabellarimiz ham hammasi yaxshi turibdi. Bir yarim yil davomida 84,000 kW elektr energiyasini bergan. Hamma shitlarimiz hozirgi holati. Bu yerga yaqinda ustunlikka qilib ketganmiz. Bu yong'inga qarshi avtomat. Hozirgi obyektlarni ko'piga qo'yamiz. Nima qiladi? Ham ikkita datchiki bor, hech qayerga ulanmaydi bu. Agar datchik iskra yoki olov sezadigan bo'lsa, avtomatik skipini chiqarib, olov o'chiradi mana shu avtomatdagi. Bu yong'in xavfsizligiga javob beradi. Hozir 84,000 kW degani mingni hisoblasak, oldingi tarif bo'yicha 84 million so'm bo'ladi 1,5 yil ichida. O'shanga panellarning ko'pi 3 yil o'zidan oqlayapti deb ayta olamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, baribir moliyaviy jihatdan nima qo'ygan выгоднeydir. Biz o'zimiz metal bilan qo'yardik. Hozir atsinkovka yo bo'lmasa alyuminga o'tyapmiz borgan sari. Baribir bu generatsiyaga umuman ta'siri yo'q. O'rtoqlar mana ko'rishingiz mumkin, 1,5 yilda normalniy turibdi. Hech qanaqa chirib ketmagan boshqa narsa, lekin bu 20 yil ob'emda oladigan bo'lsa, baribir tavsiya qilamiz alyumindan qo'yish. Lekin buni generatsiyaga umuman ta'siri yo'q. Tim bo'li hozir bu obyektimizda 10 yillik shartnoma bor. Hozirgi ko'pchilik chiqarayotgan gaplar bo'yicha 250 so'mga tushiradi, 100 so'm, 200 so'mga kilovatini tushiradi deb bu obyektimizga va bundan oldingi qilgan hamma shartnomalarimizga ta'sir qilmaydi. Chunki bularda 10 yillik garantiya bor, qo'llarida kontrakt bor, davlat bilan bo'lgan. Ikkinchi tarifdan 20% arzonda olinadi degan. Bu degani hozir uje 1100 so'm bo'ldi, 880 so'mdan davlat har bir kilovatni sotib oladi. Agar siz panel qo'yish menga выгоднeymi, oqlaydimi, oqlamaydimi degan savollar qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Borib, ko'rib, tekinga mana bunaqa proyektini chizib, necha kilovat ketadi, qancha dozani oqlaydi, sizga qo'ydirishga oqlaydimi, oqlamaydimi hammasini hisoblab, kitob qilib individualni siz uchun hisoblab beramiz. Agar sizda xonadon bo'ladigan bo'lsa, hozirda davlat subsidiya ajratyapti, 20% ni davlat o'zi to'lab beryapti. Bu hech qanaqa bo'lib to'lash, kredit yo bo'lmasa qaytarib beriladigan pul emas. Siz panelni 20% pulini davlatdan olasiz, 80% pulini o'zingiz to'laysiz. Bu hammasi ESMA UZEX platformasi orqali bo'ladi. Bizning litsenziyamiz bor. U platformada registratsiyadan o'tganmiz va hozirgacha 100 ga yaqin xonadonlarga subsidiya bilan qo'yib berdik. Zafar aka, bularga 40 kW birinchi etapda, 40 kW ikkinchi etapda Farm Kosmosga qo'yib berganmiz. Zafar aka, effekti bor ekanmi? Albatta bor. Effekti juda zo'r, muammosiz xizmat ko'rsatib kelyapti. Hozir may oyidagi rezultatlarni aytib beradilar. Qancha dedingiz aka? May oyida 15,000 kW oldi, 80 kWligidan. Xudo xolasa bu yerda yana qo'ymoqchi ekanlar. Xudodan qurilayotgan ekan, bu yerga ham qo'yib beramiz dedik, xudo xolasa. Birinchi 40 kW 1,5 yil oldin qo'yib berdik. Mana bizdan firmadan muammo bo'lmadi. Bizning firmani boshqalarga tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Juda yaxshi firma. Xizmatlari ham a'lo darajada. SG Energy'ga ishonsanglar bo'ladi. Juda sifatli, bemalol foydalansanglar bo'ladi xizmatligidan.